Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Yılandaki ye. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Ye. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Yening beshidan ulindigan shakli. Misol: yo'lvas. Yening bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol: adyal. Yening oyog'idan ulindigan shakli. Misol: sharqiy. Yening ayrim shakli. Misol: choy. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Yo'lvas y harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Adyal y harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Sharqiy y harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Choy y harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni Mağa egişip okunlar. Ay, bay, say, yaş, yap, ya, sa, yasa, ya, şa, yaşa, ya, zay, yazay, ya, tay, yatay. Yulduzlarga konumen. Asmandaki pulat kuş oynap oynap uçsan. Qayil qilib hammini herden zafer quchsan. Uzaq yerler sen bilen bizler üçün bir qadam. Seni şundaq uçargan kudretlik batur adam. Menmi okup çoğun bulup batur lacın bolumen. Fen texnika qanıtım yulduzlarga konumen. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati